Bismillah va salatu vassalamu ala rasulilloh va ba'd. Bu savolga biz o'tgan darslarimizda ham bir javob bergan bo'ldik. Baribir ehtiyoj bor. Shunga yana bir marta bir boshqacharoq uslubda ozroq javob bersak deb o'ylayman. Xo'p, bu masalada hozir sunnatga amal qilayotgan odamlarga sen vahobiysan yo salafiysan degan odamlar Allohdan qo'rqish kerak. O'zi nima qilyapman men deb o'ylash kerak ular. Kimga qarshi chiqyapman? Nimaga qarshi chiqyapman? O'zi asli sunnatda bo'lsa, u mazhabi bo'lsa, masalan bir odam Shofiy mazhabidagi odam bo'lsa, Shofiy mazhabiga amal qilgan odam masjidga kelib turib, Hanafiylarning ichida o'zini mazhabiga amal qilsa, uni urib tepalab sen faloniysan, pismadoniysan deb uni haqoratlashligi harom bo'lgan narsa. Bu odamlar Alloh taoloning qahri kelib qolishligidan qo'rqish kerak. Mana bu narsani ozroq bo'lsa ham o'ylash kerak. Odamlar o'rtasida sen fitna chiqaryapsan, sen odamlarni buzyapsan, sen falonsan, pismadonsan, sen bemazhabsan deb u odam bemazhab emas, boshqa mazhabga amal qilyapti. U bemazhab deb agar bemazhab deb aytar edik, hech qayerda yo'q bo'lgan gapni chiqarib kelganda edim, bemazhab bo'lar edi. Masalan, omin deyotgan bo'lsa bemazhab deyilmaydi, u mazhabni qilyapti. Faqatgina yo Shofiy yo Hanbali mazhabdagi amalni qilyapti, bemazhab deyilmaydi u. Yoki boshqa bir masalan amal qo'lini ko'kragiga qo'yib o'qiyotgan bo'lsa, u ham Shofiy va Hanbali mazhabdagi mazhabga amal qilyapti. Bemazhab emas, boshqa mazhabdagi odam u. Shu masalada boshqa mazhabga amal qilyapti. O'zimiz ittifoq keldik-ku, bu Imom Shofiyning mazhabi ahli sunna, Imom Malikning mazhabi ahli sunna, Imom Ahmadning ahli sunna, Sufyan as-Savriyniki ahli sunna, Ishoq ibn Rahuyaning mazhabi, Abdulloh ibn Mubarakning mazhabi, bulardagi ahli sunna hammasi deb kelishdik-ku. Modomiki ular ahli sunna imomlari bo'layotgan bo'lsa, bir kishi o'shalarning mazhabiga ergashsa, sen nega bu mazhabga ergashyapsan deydigan odam xato qilgan bo'ladi. Unga sen nega Abu Hanifaga ergashding desa, unisi sen nega Shofiyga ergashding desa, ikkita avom bir-biri bilan keyin urushsa, bu nima bo'ladi bu odam? Ikkalasi ham xato qilayotgan bo'ladi. Ya'ni ikkovsi ham xato qilayotgan bo'ladi. Bu imomlar hammasi biz boshimizga ko'tarayotgan butun ummat tan olgan imomlar. Abu Hanifa mazhabiga ergashgan odamlarga hech kimda haqqi yo'qki, nega sen Hanafiyga ergashding, Abu Hanifaga ergashding deyishga hech kimda haqqi yo'q. Agar kim shunday desa, o'sha odam katta bir xatoni qilgan bo'ladi. Imom u kishi, biz u kishining orqasidan ergashdik, shu kishining mazhablarini biz to'g'ri deb, yaxshi deb bildik va shunga ergashdik desak, agar ular bizga hech narsa demaslik kerak ilmiy nuqtai nazardan. Va biz ham ularga boshqa mazhabda amal qilayotgan odamga hech narsa demasligimiz kerak. Nimaga bizga ularni obro'sini kim halol qilib berdi? Kim ularni jonini halol qilib berdi? Yo siyosat ozroq bo'lsa ham bular tomonidan qo'llab turganligi uchun baravarga og'ziga nima kelsa gapiraverishligi odamni bunday deydigan odamlar ozroq bo'lsa ham ilmi bor deb da'vo qilayotgan odamlar o'ylash kerak. Ilmiy tomondan qaraganda Allohdan qo'rqish kerak bunaqangi odamlar. Men nima qilyapman o'zi? Xo'p, bu yoqdagi masjiddagi hech narsa bilmaydigan chollar, boshqalar bo'lsa boshqa gap. Lekin bu narsa asosan chollardan emas, boshqa bir ahli ilmman degan odamlardan kelib chiqadi boshlanishligi. Bu tomondagi gap. Bular Allohdan qo'rqish kerak. Endi narigi ish qilayotgan odamlar, ularga kelsak agar, ular asli e'tiqodida, masalan Shofiy mazhabga ergashdi odam. Shofiy mazhab bo'yicha namoz o'qiydi, shuni rojih deb bilgan dalillari bilan unga ustozi shuni o'rgatgan. Xo'p, mayli, qilyapti u. Lekin ko'rib turibdiki, shu ishni qilsa masjidda janjal chiqyapti. Odamlar yo uni bilib turib, g'arazi bo'lib turib, ba'zi odamlar unga kaltak tosh otyapti, bilib turib, yoki bo'lmasa bilmasdan ba'zi bir chollar fitnaga tushyapti shuni qilgan ishidan. Bu diyor Hanafiylarning diyori bo'lsa, ota-bobolari Hanafiy bo'lib kelgan, ko'zini ochib ko'rgani shu amal bo'lgan, shuni din deb bilgan. Ular boshqa mazhabning narsasini tushunmaydi bular. Shofiy, Hanbali, Maliki degan gaplarni tushunmaydi. Uni mana bu yoqdagi ahli ilmman degan odamlari, "Voy baraka topkir, bu Shofiyga amal qilyapti, unga tosh otmagin. U shiya emas u. U yo bir ahli sunna emas bo'lgan odam emas u. U bizdan u." Mana shu mazhablar hammasi bizdan mashhur 4 ta mazhab bo'layotgan bo'lsa, o'sha mazhablarning bittasidan bu ayni mashq qilayotgan ishini ko'rib ollaring, bu Shofiy mazhabga amal qilyapti, bu ham bor, bizniki ham bor, uniki ham bor desa agar imom, odamlar inoq bo'lar edi shu yerda. Bu ittifoq bo'lib ketaveradi bu narsada. Bu narsani masalan mana Misr diyorlarida borib ko'ring, 100 ta mazhab bo'lsa, 100 ta mazhabga amal qilinyapti masjidda. Odamlar bir-birini hech kim tepalamayapti. Kimdir Hanafiy mazhabdagi bir oilada men bilaman 4 ta aka-uka bor, 4 ta mazhabda edi. Bittasi Hanafiy mazhabda, Shofiy, Maliki, Hanbali mazhabda. O'tirib bahs qilamiz deydi. Aka-ukalar 4 mazhabda. Hech urush janjal bo'lmaydi. Faqat mazhablar bo'yicha ilmiy bir
munozaralar qilinadi. Bu ilmiy munozara qilinsa, o'zini mazhabini ochib tashlansin, dalili bo'lsa aytsin, bir-biriga fujurga o'tmasdan, sen tentaksan, ahmoqsan deydigan odam bu fujurga o'tgan odam bu ilmiy bir bahs qilishlik emas bu narsa. Qisqasi mana shunday ahvolni ko'rib turibdi. Endi bu yerda hozir ahvol domlalarda ham bor, xalqda ham tushunmovchilik bor. O'shanday bo'lgandan keyin bu odam shu narsani ko'ra bila turib, odamlarni fitnaga solmaslik kerak. Bu odam agar uni mazhabi shu, rojihi shu bo'lsa ham, uni vojibi, shu bolani vojibi marjuh bo'lgan mazhabga amal qilish kerak. O'zi aslida Hanafiy mazhabdagi o'zi asli dalili bor bo'lgan, mo'tabar bo'lgan bir mazhab bu. Lekin uni e'tiqodida bu rojihi u deb amal qilgan odam Hanafiylarning ichiga borgandan keyin agar o'zini mazhabiga amal qilayotgan bo'lsa, ko'rib turibdi, tajribadan kelib chiqyaptiki, janjal bo'lyaptimi? Nima qiladi? O'sha janjalga musulmonlar o'rtasida fitnaga sabab bo'lib, musulmonlar o'rtasi buzilib ketyapti, oilalar ajralib ketyapti, odamlar gunohkor bo'lib qolyapti. Qancha odamlar namozda o'tirgan joyda yonidagi odam namoziga qarab o'tiradi. Amin deb yorsa, o'sha odam namoz buzildi odamlarda hammasi. O'sha namoz oxirigacha nima xayolda namoz o'qiganimda Vahobiy aralashib qoldi ichimizga deb, o'sha namoz oxirigacha o'sha nastrina yo'q ketdi. Namozni namozdek qilmaydi. O'zi aslida hech narsa emas o'zi bu aytganimizdek. Aslida u sunnatga amal qilyapti u. Lekin o'sha sunnatga amal qilishligi bilan birga vojibni buzishlikka olib kelyapti. Musulmonlar o'rtasini tafriqaga olib kelyapti. O'sha uchun o'sha birodarlarga bizning nasihatimizki, xalq o'rtasida fitna chiqarmasin. Odamlarni fitnaga tushirmasin. Ibrohim an-Naxoiyning ko'zlarida bir nima bor ekan. Ibrohim an-Naxoiyning ko'zlarida kamchiligi bo'lgan ekan, xilqatan. Keyin u kishining shogirdlari Amash, u ham o'zi Amash degani ko'zi qiyshiq odam degani. U ham ko'zi qiyshiq, bu kishining ustozi ham ko'zi qiyshiq. Yoniga kelib ketishda, yonma-yon yurib ketishda, bor nariroqdan yur, meni yonimda yurma degan ekan. Nimaga desa, odamlar mana Amash bilan Asho kelyapti, ikkita ko'zi qiyshiq kelyapti deb kuladi ustimizdan degan. Kulsin, gunohkor bo'lsin hammasi degan. Kulsin, gunohkor bo'lsin deganda yo'q. Biz undan ko'ra biz ajralaylik, odamlar salomat qolsin degan. Bal naftariqu fayaslamun. Ya'ni fayatakallamuna fayasamun degan shogirdi. Gapirsin, gunohkor bo'lsin hammasi deganda yo'q, undan ko'ra biz ajralaylik, odamlar salomat qolsin. Shu uchun ham odamlarni o'sha tushunmagan xalqni sal bo'lsa ham biz rioyasini qilsak agar, to'g'ri bu narsa rojih mazhab, lekin fitna chiqarmaydigan o'rinda bo'lsa qilsin o'zi. Lekin odamlar o'rtasida bunaqangi Hanafiy diyorlarga borgan paytda o'sha diyorda odamlarni ehtiromini qilib, o'sha masjidda ehtiromini qilib turib nima qilsa, o'sha balkim unga vojib bo'ladi. Allohu alam, o'sha odamga shu ixtilof chiqarmaslik vojib bo'ladi. Ulamolar bir qoidani aytishadi. Ma la yatimul vajibu illa bihi fa huwa vajib. Vojib usiz ado bo'lmaydigan narsa u vojib bo'ladi. Hozir bizga vojib musulmonlarning o'rtasini ta'lif, ulfatlashtirishlik. Shu uchun o'sha uchun mustahabni tark qilishimiz kerakmi? Tashlaylik mustahabni. Mustahab ish bu. Amin deyishlik mustahab ish bu. Yoki qo'lni ko'krakka qo'yishlik, pastga qo'yishlik bu masala bir katta bir narsa emas bu. O'sha uchun ham sunanlarda hech qaysida kelmagan bu. Na Buxoriyda, na Muslimda, na Abu Davudda, na Tirmizida hech qaysida qo'lingni yo ko'kragingga qo'y yo kindingni ostiga qo'y deb kelmagan. Ya'ni sunnat, minas sunnah vad'ul yamin ala shimal fi salat. Mana shu kelgan. Buxoriyda ham, boshqa sunanlarda ham kelgani minal yamin vad'ul yamin ala shimal. O'ng qo'lni chap qo'lni ustiga qo'yish namozda. Endi qayerga qo'yishlikda ixtilof kelgan, bunda ixtilof sunanlarda katta usullarimizda bu narsa kelmagan. Demak bu juda ham ya'ni nima deydi, ixtilofga sabab bo'lmaydigan narsa bo'lish kerak. Ixtilofga namoz o'qiydigan odam, Allohga ibodat qilayotgan odam endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlarida nima kelgan bo'lsa, kimdir ijtihodi shu bo'lib turib, kindigini pastiga qo'ygan bo'lsa, sen kindigingni pastiga qo'yib o'tiribsan deb uni ustidan kulsa odamlar. Vaholanki u bir mazhabga ergashayotgan bo'lsa, u nima degan gap bo'ladi? Qanaqangi ilmiy bir holat bo'ladiki, namoz o'qib o'tirgan odamni ustidan kulsa. Bu bilan yomon holatga tushib qolishligi ham mumkin odamni. Lekin aksar odam bilmay qiladi buni. Xalqimiz bilmaydi, bizning xalqimiz tushunmaydi. O'sha tushunmaydigan xalqni fitnasiga odamlar sababchi bo'lib qolmaslik kerak. Ya'ni odamlarni yiqilib ketishligiga, jahannamga qulab ketishlikka sabab bo'lib qolmaslik kerak odam. Vallohu alam, shu uchun bu narsada ozroq hikmat ishlatishligimiz kerak. Vallohu alam.